Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz Germaniyadagi McDonald'sga boramiz va u yerdagi qancha bo'lishini, qanaqa menyular borligi haqida qisqacha video olamiz. Hozir biz McDonald'sdamiz. Bu yerdagi menyularga kirib oldik, til tanlanadi va bu yerda xohlasangiz desert bo'layotgan bo'lsa, kafelar narxi ekspressiya 243. Bizani pulimizda 25 ming, 26 ming atrofida bo'ladi, adashmasam. Keyin hozir menyuda esa bu yerda har xilcha go'shtlar, mol go'shti, cho'chqa go'shti va tovuq go'shti bor. Biz chekkinni tanlaymiz. Chekkinda esa chekkaxo'ning sendvichni men allaqachon buni tanlab bo'lganim uchun va menyuga kiramiz. Bu yerda ikkita narsani olsangizlar bo'ladi. Men salat esa qaysisi bo'lsin? Bu bilan choyning kattasi va kichigi. Men kattasini tanladim va jami bu biz hozir buni vishtiring qilamiz. 11.49 O'zbekiston puliga 150 ming atrofida bo'ladi. Va kartada to'layman. Bu yerda esa shunaqa raqam bo'ladigan bo'lsa, raqamni kirganmiz. Bu 204. Va bu yerga keldi. Buni ichida salat, shunaqa bunda ham tovuqlari bor, hammasi yaxshi va buni salat uchun alohida solingan sousi va chekkan. Endi ko'ramiz qanaqa chiqadi. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'mi zo'r. Sizningcha 11.49 yevroga O'zbekiston puli bilan 150 mingga shuncha narsa Germaniyada yaxshimi?